Art beton uslubida remont qilingan kvartirani rasmini qo'yganimdan keyin ko'pchilik savollar berdi. Shuning uchun bitta video obzor qilib joylashtirishga qaror qildim. Kvartira 3 xonali, 81 kvadrat. Xullas, foydalanilmaydigan yerlarga pul sarflamayman deb qaror qilganman. Ya'ni patolog devorning ustida yurmaganimiz uchun u yerga minimum rasxod qildik. Balkonga qora rangli konditsioner o'rnatdim. Mana bunday yostiq kreslolar ham olib qo'yganman. Uchala xonaga ham hech qanaqa lyustra ishlatmasdan mana unaqa направляющий освещение qo'ydim. Mebellarni ham loft uslubida yasatkizdim. Xonadagi kolonna, rigel, patologlar o'zi qanday beton bo'lsa, shu beton bo'yicha qolgan. G'ishtdan bo'lgan devorlarni oddiy kafelnik kley bilan va skoch bilan xuddi travertin uslubida betonga o'xshatib suvoq qildik. Xonaga mebel va bitovoy texnikani yaxshilarini qo'ydik. Xonalar orasidagi eshiklarni ham eng yaxshi sifatlilarini olib qo'ydim. Bu kichkina xona bolalar yotoqxonasi. Bu yer ham xuddi shunaqa uslubda remont qilingan. Shu 3 ta xonani devoriga kafelnik kley va ustidan lak berdik. Atiga $100 material ketdi. Bu xona родительский spalni. Bu yerga ham balkonga qora rangli konditsioner o'rnatkizdim. Oynalari panoramnik katta oynalar. Balkonda ham garderobni sifatida ishlatyapmiz, lekin yotoqxonada shkaf ham o'rnatilgan. Remontdan oldin hech qanaqa dizaynerga dizayn yasatmasdan internetdagi rasmlarga qarab remontni boshlab ketaverdik. Beton patologlarga qarab yotish odamning g'ashiga tegmaydimi deyishingiz mumkin. Ishoning 2-3 oydan keyin sizning qimmat patologingiz bilan meni beton patologim bir xil estetik zavq beradi. Ya'ni hech qanaqa zavq bermay qo'yadi. Santexnika va bitovoy texnikalarda faqat qora va kulrang ranglardan foydalandik. Faqat bitta aristonimiz oq rangda bo'lib qoldi.